Atigi 50 dollarga 120 ga 235 li stolimiz bor. Bu ofisli stol bo'ladi. Ikki tarafi tumbuchka bo'ladi. U yog'i ham xuddi shunaqa ikki tarafi tumbuchka bo'ladi. 4 ta stulni qo'yasizda ishlataverasiz. Narxi 50 dollar. Undan keyin shirmamiz bor. Shirmamizni ko'ryapsizlar. Bundan ikkita dona bor. Buni 600 mingdan qilib beramiz. Qaro partamizdan 4 dona bor, 250 ming so'mdan qilib beramiz. Qora partamizdan 200 mingdan qilib beramiz. Bundan ham 4 dona partamız bor. Xohlaganlar uchun mana bunaqa shkafimiz bor. Buni ham enli turibdi. Buni ham sizlarga 250 ming so'm beramiz. Tik ko'piylik bo'ladi. Ochib narsalarni taxlab qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyin mana bunaqa shifonerlarimiz ham bor. Narsa taxlab qo'yadigan, bu ham holatlari zo'r holatda turibdi. 2 metrga 2 metrli Xitoy shkafimiz bor. Bu ofislarga olib borib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Narxi kelsa, narxi 100 dollar. İşlerini ham ko'rsatib beraman. Mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari qaranglar. 70 ga 160 bo'ladi. Bitta tumbuchkamizning o'zi, misol uchun, mana shu narxi 600 ming so'm. Agarda xohlasangiz, mana butuni bor. Bu yog'ida ham tumbuchka bo'ladi, bu yog'ida ham tumbuchka bo'ladi. Bularni ham ko'rsatib beraman. Ichlarida bemalol narsalarni tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Buni narxi 800 ming so'mdan. Va hamda 10 ta pufikimiz bor. Optim beramiz. Bu pufikni xohlasanglar PlayStationga olib borib ishlatsanglar bo'ladi. 5 ta qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Har bir donasi 250 ming so'mdan. Ya'ni 10 tasi bo'lsa 2,5 milliondan qilib beramiz. Direktor stolimiz 120 ga 3,5 metr razmerda bo'ladi. Importni stol. Ko'rsanglar bo'ladi, bemalol 14 kishini o'zining ichiga sig'dira oladi. Keyin mana bu yoqlarni ochasizlar, ichiga zaryadchilar narsani tiqib qo'ysanglar ham bor, video davomida qo'yamiz. Narxi keladigan bo'lsa, sizlar uchun buni 300 dollarga berib yuboramiz.